Assalomu alaykum Gulshaydalari. Mana shunaqa chiroyli gulim. 2 yil oldin buni Baynusda ko'rib qolib, iltimos bolasidan bering deb olgandim. Qaranglar, o'zi ham chiroyli bolalardi. Mana 2 yil ichida hozir bu yerda 3-4 ta bolasi bor. Mana Sansevera gulim, buni salonda ko'rib qolib, iltimos bering deganimda salonchi qiz berganda qaranglar, bu ham 2 yil 3 yil bo'ldi. 2 dona bargiydi. 3-bargi chiqib, mana 4-5 baylar ham chiqyapti, lekin bolalarni qaranglar. Mana gullarim bolalasa, gullisi rosa ham xursand bo'laman. Ko'nglim ko'tariladi. Qarayotganlarimni, mehnatlarimni rohati, yaxshi qaraganligim uchun deb bilaman. Qaranglar, shunaqa chiroyli. Sizlar ham gullaringlar ochilsa, yo bo'lmasa bolali bo'lib ko'payganda xursand bo'libsizlarmi? Qaranglar, eng chiroyli aloy gulim. 2 yildan beri qarayman. Bu yil bolalaganda birinchi ko'rganda rosa xursand bo'lib ketdim. Shunaqa gullarimiz gullab, ko'zimizni quvontirib, bolali bo'lib, rosa ko'paysa. Hozir chillada gullab o'tkazib bo'lmas ekan, ekib ham bo'lmas ekan. O'shaning uchun xudo xohlasa chilla chiqqandan keyin sizlarga obzor qilaman. Bu bolalarini olib kichkina tufaylichilarga ekib ko'paytiraman. Bitta gulim xudo xohlasa 3-4 ta, 5 ta, 6 ta bo'ladi. Buni ham ko'paytiraman xudo xohlasa. Bitta gullari ko'paytirishga, 3-4 ta qilishga qiziqaman. Qaranglar, buni chiroyliligini. Sansevera, aloy ham yaxshi. Bunisi. Yana bitta aloyim bor, u ham bolalarga. Bu kichkina faqat. Mana bu 300 gul. Xudo xohlasa balki ochilar. Balki bolalagandan keyin ko'p gullar ochiladi. Ochilsa ham obzor qilaman, keyin ko'paytirayotganimni ham boshqa to'ylarga ko'chirganda ham obzor qilaman. Gullaringlar gullab yashnasin, ko'zlaringlarni quvontirsin. Hammamiz ekin gullarimiz ko'paysin, gullasin, yashnasin. Qaranglar, buni barglarini, qalinligini qaranglar mana. Zo'r gul. E'tiboringlar uchun rahmat. Kommentariyada yozinglar, gullaringlar gullasa, ko'paysa, taassurotinglar qanaqa? Meniki cheksiz. Chunki yaxshi ko'raman gullarimni. Gullasa yo ko'paysa xursand bo'laman. Sizlar qanchalik xursand bo'lsizlar, o'shani yozinglar. E'tiboringlar uchun rahmat.